Assalomu alaykum. Voy mehribon baqaloqlarim. Ana bir qilib payt kommentariyalarni o'qib jinni bo'lib qolaman-da. Mashinangiz unaqa, mashinangiz bunaqa deb kommentariya yozganlar uyiga borib qolsam borib, yo arendaga mashina minavergan bo'ladi. Yoki eski bir qiynalib qolgan mashina ichida qilib yurgan bo'ladi. Lekin hali aytadi-yu, uyiga borsang tandiri yo'q, lekin itini oti Shohjahon. Voy, o'lib qolaman-da, haligi eskilarning gapi ham esimga kelib ketadi-da. Ishtoni yo'q, tizzasi yirtiqqa kuladi deydi-da. O'shaning uchun men kommentariyada yozayotganlar ham kulgi bo'lmanglar. Bunday olib qaraganda, hali hamtasini kommentariyasiga yozib qo'ying. Aka, mashinangiz eski ekan, deb yozib qo'ygan ekan. To'g'ri aytasiz, meni mashinam eski. O'zingizni veligingiz zo'r dedim. Sizni veligingiz oldida meniki eski dedim. Tavba qildim, astag'firullah. Ajoyib, to'dan zo'r. Yaxshi bo'laversin. Akalar xursand bo'linglar. Har doim birovning mehnatidan xursand bo'lish kerak. Birovni aybini to'xtatish kerak emas, birovni mehnatidan xursand bo'lish kerak. O'shanda Xudo beraveradi. Biz misol uchun birov bitta narsa olsa, bitta narsa kiysa, "Voy, молодец, yarashibdi, zo'r bo'libdi, aka, Alloh bersin, hammadan ziyoda qilsin" deyiladi. Bu haqiqiy musulmon odamning ishi bo'ladi, haqiqiy dindor odamning ishi bo'ladi-da. Bu haligi jo'xtlardan o'rganib olib, birovni qilish noto'g'ri narsa. Ukajonlarim, sizlarga yarashmaydi. Yarashadigan odam har doim birovning mehnatidan xursand bo'luvchi inson bo'linglar. O'shanda Alloh sizlarga ham beradi. Men buni bir kibrdan yo bir narsadan emas, kulganim uchun aytyapman xolos. Haqiqatda, lekin chin dildan xursand bo'laman. Yaxshi yozsa ham, yomon yozsa ham chin. Men xafa bo'lmayman, lekin men nervlarim betondan-da. Nimadan xafa bo'lamiz? Hammamiz bandamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, mehribonlarim. Sizlar bilan mana yana g'oyibona ko'rishib turibmiz. Sizlarga bo'lgan mehrim, sizlarga bo'lgan intilishim cheksiz. Albatta, sizlarning ham mehrlaringizni his qilish men uchun baxt. Ayniqsa safarda, uzoqlarda yurgan bo'ydoqlarni ichini mana tirnayotganimdan xursandman. Har bitta to'yda albatta bu yaxshi ma'noda gapirilgan gap. Ko'p joylarga to'yga borganimda, aka, men musofirda sizni kuzatganman. Har kuni tomosha qilardik, har kuni ko'rardik. Dilga shu narsa taskin berib turardi degan gaplari haqiqatdan ham menga juda ta'sir qilib ketdi. Dilga taskin berib turardi shu videolar deyishyapti. Haqiqatdan ham hozirgi kunda safarda turgan ukaxonlarimiz, alohida sizlarga e'tibor, alohida sizlar uchun rubrika qildim. Bugun mana shu sizlarga bag'ishlangan gaplar. Safarda yurib sizni tashvishingizni, sizni qalbingizdagi tug'yonlaringizni juda ham zo'r sezganim uchun, uni his qilganim uchun sizlarga talpinaman. Xudo xolasa to'ylaringizda borib, o'sha tashvishga, o'sha shirin tashvishingizga ozgina bo'lsa-da madadkor bo'lishga, ozgina bo'lsa-da yengillik qilishga harakat qilaman. Sizlar bemalol harakatda bo'linglar, soqani qilinglar, to'yga deydi-yu, hamma gap soqada baribir. Baxt pulda emas, baxt pulda emas deyishadi, bekorlarda aytishibdi. Baxtni bir bo'lagi pul hisoblanadi. Ukaxonlarim, bekorga aytmagan, puling bo'lsa xaltada, dam olasan yaltada deb. Shunaqa narsa bu. Soqani qilish kerak, ish qilish kerak, u qolganlar gapiraveradi. Faqat birovlarning gapiga e'tibor bermasdan, shaxsan o'zingizning fikringizga tayangan holda harakat qilishingiz kerak. Bo'ydoqlik abadiy emas. Meni Pro Maxlarim, Prolarim, o Nokialar ham qolib ketmayapti, Nokialar. Bo'ydaqlik safidan bitta badarg'a qilyapmiz. Qiynalib qolishadi. Kuzatib oling, jigarlarim.